ovqat yaxshi yeyapman, axlat yaxshi, siydik yaxshi, lekin ko'tarilmayapti past. Nima ko'tarilmayapti? Past 60 bo'lyapti, 98 bo'lyapti. Ovqatlanishingiz qanaqa? Nima ovqat yeyapsiz? Kecha shunday ishni yedim. Shirguruvchi ertalab, hop, biz hop. Lekin 160 tutqisi bo'ldi. Hammasi kerakki bo'ldi. Keyin avvaldan mana limonni saytisman. 130 ga o'ziga tushirib oldi. Hali 130 ga 60 ekan. Maslahatingiz bergan. Maslahat o'rtacha ovqatlanib yuring bo'ldi, ortiqcha narsa kerak emas bu sizning yoshingizda. Hammasini to'liq. Qon, peshob, sahar, hamma analizlar, bilirubin, motivina, kreatinin, hammasini topshirib bitta ko'raylikchi qani, qanaqa o'zgarish. Lecheniyadan oldin qanaqa, lecheniyadan keyin qanaqa o'zgarish.